dokumentlarga qo'l qo'yib, hujjatlarni chiqaraman deb aytdi o'zi. Jalil, Hozir qilib qalaysan? Yaxshimisan, o'rta? Rahmat. Ko'rinmay ketding. 1 yilda bir marta ko'rishadigan bo'lib qoldik-ku sen bilan. Gapirma. Bormisan? O'zi kakras oldinga o'tmoqchi edim seni. Ha? Bitta ish bor. Xo'p. Sanu olisotda masalasi bo'yicha meroslar bilan shug'ullanayotgandingmi, to'g'rimi? Ha. O'shanga oldinga o'tib bir maslahatli gap bor edi. Nima masalada? Uy bo'lishish masalasini gaplashmoqchi edim. Sani o'zing uying bor-ku? Yo, meni uyim bor. Ota hovlini. Endi yoshlari bir joyga borib qoldi. Sujon, tap etib bitta narsa bo'lib qolsa, ertaga ukam bilan g'ichilashib, g'idi-bidi qilib yurmaylik deb, hozir o'shani o'ylab yurgan edim. Qanaqa qilib bo'lsa bo'ladi deb. Nima kulyapsan? Mashishga endi kirgan paytimda 6 yil oldin adang kelgan edi yonimga. Adam? Bolam, shu narsani menga tushuntirib ber. Amaki, men bolalaringizni yaxshi bilaman. Ular uy joy talashadigan bolalar emas. Ikkalasini ham uyli joyli qilib berdingiz. Sizni uyingizni talashmaydi o'g'illaringiz. Bolam, sen ularni do'st sifatida bilasan. Men ularni inson sifatida bilaman. Menga shu narsani to'g'rilab ber. Meni qanchalik bilasan, o'rta? Yoshlikdan beri bilib o'sganmiz, 100% bilaman. Men ham shunaqa deb o'ylardim. Endi bilsam seni umuman bilmas ekanman. Seni adang yaxshiroq bilar ekanlar qanaqaligini. Dokumentlardan xavotir olma, aka-uka urushmaysizlar. Amakim 6 yil oldin hamma hujjatni hal qilib qo'ygan. Sen bilan 1 yilda bir marta ko'rishib turganimiz ham yaxshi ekan o'zi. Meni boshqa ishlarim bor edi, keyin gaplasharmiz, xo'p. Do'stligiga ko'z tegmasin-da, iloyim. Dadam rahmatlikni bir gaplari bor edi. Qiyomatli do'stlikni bu dunyo fazilati ulug' bo'ladi dedilar. Mana shu gap hech qachon esinglardan chiqmasin.